Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Arxiom va yangi videoga xush kelibsizlar. Xo'sh, bu video nima haqida? Topib ko'ringlar. Men bu video ko'chib keldim. Boshqa video. Qishloqdan qishloqqa. Assalomu alaykum. Va alaykum. Men shu ko'chib kelishga kelgandim. Uy bormi bo'sh? Ha, bor. Ko'zinglar to'g'risidagi daryoning orqadagi taraf. Bo'tmi? Hozir ochib ko'ring. On. Qaysi? Uymi? Yo'q, Yonidagi uy bor yana. Yonida yana uy bormi? Ha, albatta bor. Hop, shunda mendan nechi pul? Senda 36 ta zumrad. 36 ta zumradmi? Yaxshi, 36 yurarkanman. Bu kasb ham bormi bo'sh? Ha, bor albatta. Qanaqa kasb? Baliqchi. Baliqchimi? Yaxshi, men ko'p narsa olib yurarkanman. Uduchkam yo'q qopti. Berarsiz ishxonasida. Achi bilan qatta u mototsiklni. Uduchka bo'lmasa bo'ldi. O'sha uyga chodirlar, o'sha yonida port bor. Portda baliq ovg'isi bo'ladi. Oylik qancha bo'ladi? Oylik 28 ta zumrad. Yaxshi. Lekin sen menga 4 ta berasan. Nimaga? Yer uchun va gaz svet uchun. Rahmat. Tushunarli. Borur. O'zing topasan. Ustidagi ko'rinishda meniki san o'xshaydi. Lekin yordi boyga kiritganim edi. Mayli, ketdik. Xo'sh, bolalar. Meram yaxshi yigit ekan. Endi ketdik dalishimiz. Voy, to'xta. Skorost balandlashtiramiz. Ko'znitsa mana. Bo'ymi? Yo'q, bo'lmas. Mana aytgandi. Mana mashina yetgan ekan. Mana ekan hamma narsa. Tushdik. Xo'sh, hozir uy remontini qilaman. Set ishligam. Ishligam yaxshi. Uyimiz. Shinam yo'q. Mayli. Ochib ko'ramiz. Sumkalar bor. Ko'p narsa bor. Mana. Birinchi nima desam? Oshxona emas, oshxonadan boshlaymiz. Shkop, kop, gurkop, pop, kalti, qop qo'yamiz mamlik. Gilamcha ham bor ekan. To'shab qo'yishga. Bor. Xo'sh, endi nima ham? Hop, endi qanaqa? Rakvenam butib qo'yaman. Pichkani. O'rnini almashtiraman. Kirkam qaraydi. Pichkani chekib qo'yaman. Будьте столчик. Вот bunaqa, будьте холодильник. Xo'sh, endi qo'yamiz va vытяжка ham qo'yib qo'yamiz, chunki toza havo ham kiradi uyga. Svet ham bunda yaxshi. Oshxona ham tayyor. Endi qo'ygan narsani sumkadan chiqarib turamiz.
Xo'sh. Endi bu yerga gilamcha to'shib qo'yamiz. Gilam bo'yicha. Mana yana gilamlar bor. Bakashda shundoq qilamiz. Stop. Bu yerda ikkitasi bo'sh turadi. Bundoq qilsachi. Ko'ramiz hozir. Ko'ringlar mana bunda. Bundoq qilsammikan? Bo'ladi. Yoniga bitta. Kim bu bitta? Tumbochka bormi o'zi? Mana. Ha. Mana shunaqa. Endi stol qilishimiz kerak o'zimizga. Qancha men передумать qildim buni. Shundoq qilib qo'yamiz. Bularga biza qancha bo'yida qilib qo'yamiz. Shkafim borligini esimdan chiqib ketdi bola o'zi. Bo'yiga yaxshi. Shkaf qo'ya qo'ysam. Mana mashti qo'yamiz shkaf. Chiroyli turibdi. Endi bundoq qilamiz. Bundoq. Stol. Kompyuter. Va qo'yana asboblar. Xo'sh, kravat ustida bo'sh turmasligiga biza mana bunday ilib qo'yamiz. Rasmlar har xil tabiatdan olingan. Taxta bilan boshqa joyga ilib qo'ya qolaylik. Uni biza qayerga qilsa bo'ladi yana. Bundan tashqari. Bu yerga faqat shetga. O'tga taxta turlicha. Darsdan borib kelib, rasmim ilib bo'ldi. Xo'sh. Xullas do'stlar, bugun biz ko'chib bo'ldi yangi uyimga. Kompyuter. Windows o'tkazib bo'ldi. Sizlar bilan men bugunchalik xayrlashib turaman. Xo'sh, sizlar bilan men arxiv edim. Hammanglar kattakon omad